Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Hurmatli ahli islom, ahli iymon, mo'min, musulmon birodarlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga bayram qilib ko'rsatib bergan Hayit, Eidul Fitr, Hayit namoziga, Hayit kunlariga, bayram kunlariga ham yaqinlashib ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyda siz va bizlarga kuch-quvvat berib, tavfiq, hidoyat berib, Ramazon rozalarini, tarovih namozlarini, iftorlik, saharliklarni xohlang uyda bo'laylik yoki safarda bo'laylik, uzoq yaqinda bo'laylik, osonchilik, qiyinchilikda bo'lsin, imkon qadar qo'limizdan kelgancha rozalarni tutib, Alloh subhanahu va taologa anchagina inshaalloh yaqinlashdik. Va ko'p duolar qildikki, Alloh subhanahu va taolo mana shu oyda bizlarni gunohlarimizni kechirishligini, amallarimizni qabul qilishligini so'radik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor, aytadilarki, Anas roziyallohu anhu aytadilar: "Va lamma qadima Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-Madina." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina Munawvara shahriga muhojir bo'lib hijratda kelganlarida Madina Munawvara ahlini ba'zi bir bayramlari bo'lar edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga Innalloh abdala khayran minhuma. Alloh subhanahu va taolo mana bu ikkalasidan ko'ra, ularni bayramlardan ko'ra sizlarga boshqa chiroyli va bizni shariatimizda ko'rsatilgan eng katta ikkita bayramni tanlab berdi yoki almashtirib berdi dedilar. Bayramni har bir inson o'zi bilgan holatda, o'zi o'rgangan holatda, o'zini xursand bo'lgan holatda, albatta shariat chegarasidan chiqmagan holatda o'tkazishlikka harakat qilish kerak. Ba'zi bir bayramda kuzatiladigan narsalar, masalan, bayram boshlangandan keyin, Hayit kuni bo'layotgandan keyin har bir mo'min musulmon kishi silay rahim, qavmi qarindoshlarini ziyorat qilishlik, qavmi qarindoshlarini hol ahvolini so'rashlik, qavmi qarindoshlarga agar ular ko'p bo'ladigan bo'lsa, yoniga borishlik uzoq bo'ladigan bo'lsa yoki bu inson safarda bo'ladigan bo'lsa, telefonini olib yoki hozirgi kunimizdagi tavasul vasoilil al-ijtimoiy deydi, internet orqali, WhatsApp orqali yoki Telegram yoki shunga o'xshagan ba'zi bir internet vositalar orqali ulardan xabar olishlik ibodatni turiga kiradi. Ibodatni tusiga kiradi. Shuning uchun birodarlar, Hayitni birinchisi va Hayitni go'zal qilib ko'rsatadigan narsa shuki, birodarlaringizdan, ayniqsa ota-onadan, qavm qarindoshlardan, yaqinlardan xabar olishlik ana u Hayitni hayitligini ko'rsatib beradigan narsa. Ikkinchisi, Hayit bayramini asosiy o'tkaziladigan, asosiy kutiladigan narsalardan biri shuki, bu yosh bolalar. Yosh bolalarimizni, farzandlarimizni, nafaqat o'zimizniki, balki mahallamizdagi yoki tanigan bilgan do'st yor birodarlarimizni, farzandlarini xursand qilishlik, ularga xursandchilikni berishlik, ko'rsatishlik, haligi bizi tilimizda aytganda ularga xayrlik berishlik bizni eng shariatimiz ko'rsatgan narsalardan. Bu yoshlarga asosan beriladigan narsa shirinliklar, ana ularga beriladigan o'yinchoqlar va ularga beriladigan tarqatiladigan yaxshi kayfiyat. Chunki yosh bolalar yoshlik paytlaridan boshlab mo'min musulmonlarning bayramlarini kayfiyatini, mo'min musulmonlarning bayramlarini qanchalik go'zal, qanchalik chiroyli ekanliklarini tushunib yetib borishsa, ana bu bayramga ular ham katta bo'lgandan keyin farzandlariga, yaqinlariga chiroyli kutib olishlik bo'ladi. Uchinchisi, bayramda asosiy kuzatiladigan narsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni aytadilarki, sahobalar ma ru'iya nabiy sallallohu alayhi va sallam abusan yoki kana nabiy sallallohu alayhi va sallam yatabassamu daiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimo xursandchilikda, doimo chiroyli yuz bilan sahobalar bilan muomala qilar ekanlar. Hayit bayram kuni bo'lgandan keyin ana uni birinchi navbatga qo'yib qo'yishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar: "Walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Sizlar sadaqani qanchalik ekanligini bilmaysizlar. Bir birodaringizga chiroyli yuz bilan, tabassum bilan qarab qo'yishligini o'zi sadaqa deyapti. Bu sadaqalarni biz ayni Hayit kunlari ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni do'stlarni, yoru birodarlarni uchratganimizda, qavm qarindoshlarni uyiga ziyoratga borgan paytimizda ana u insonlar bilan chiroyli yuz bilan, chiroyli so'z bilan, kalimatun tayyiba, go'zal bir so'z deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kalimatun tayyiba bilan yoki chiroyli yuz bilan birodarlarimizga chiroyli muomala qilinadigan bo'lsa, Hayit bayramini yanada go'zalligi ko'rinadi. Islom dini, mo'min musulmonlar, mana Qur'oni Karim yoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari faqatgina rukudan yoki sajdadan yoki tilovatul Qur'on yoki masjidda turib namoz o'qishlikdan iborat emas. Balki bizni dinimizda hamma narsalarga ruxsat berilgan.
bayram qilishlikka, birovlarni ziyorat qilishlikka, sadaqa ehson qilishlikka, kulishlik, balki do'stlar bilan, yor birodarlar bilan, qavm qarindoshi bilan, ota-onasi bilan, jo'ralari bilan bir joyga borib o'tirishlik, ana uni bayram qilishlik, o'tirib chiroyli dildan suhbat qurishlik ham bizni bayramlarimizni savobiga sababchi bo'ladi. Chunki faqatgina bizi ummatga Alloh subhanahu va taolo har bir narsani ibodatga aylantirishlikka va'da qilgan. Birodarlar bilan o'tirib ana u yerda bayramni o'tkazishlik ham bizni musulmonlarning bayrami ekan, jamlanishimiz ekan deyishligini o'zi ham hayit bayramini qatoriga kiradi. Va ehtiyot bo'ladigan narsalarimiz ham birodarlar, bayram kunida juda qattiq ehtiyot bo'laylikki, biror bir insonning dilini og'ritmaylik. Biror bir insonni so'kmaylik, g'azab qilmaylik, ularning kayfiyatini buzilishiga sababchi bo'lmaylik. Chunki biror bir insonni biz kayfiyatini buzilishiga sababchi bo'ladigan bo'lsak, shu insonni qilayotgan ibodatiga to'sqinchilik qilganga o'xshab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hayit bayramlarini chiroyli o'tkazadigan, hayit bayramlarida ko'p savoblarga erishadigan, bundan keyin ham bir necha yillarda mana bu hayit bayramlarini kutib oladigan, o'tkazadigan insonlarning qatorida qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni tavfiq, hidoyatdan ajratmasin. Elimizni, yurtimizni doimo Alloh subhanahu va taolo shunday tinch qilsin. Farzand zurriyotlarimiz bilan xursandchilikda, Alloh taoloning zikrida, shukrida, husni ibodatda doimo jamlanishini Alloh taolo bizdan uzoq qilmasin. Robbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين.